Xormeylar, assalomu alaykum. Qaraysizlar azizlarim, meni kuzatishda davom etyapsizmi? Hammaga salom. Hamma like, podpiska bosishda davom etsin azizlarim. Bu narsa menga nimaga kerak desangiz, o'zimga o'xshaydigan insonlarga men ham g'oyibona yordam bersam ancha xursand bo'laman. Aziz musofirlarim, aziz erta tongdan metanda turgan aka-ukalarim, hamma yaxshimi, sog'mi, sovuqda qiynalmayapsizmi azizlarim? Bu ajri savobini sizga Allohim yozib qo'yadi. Bu sovuqda turgan bola chaqa boqish uchun harakat qilayotgan aka-ukalarim. Buni albatta ajri savobini siz olasiz. Bu dunyoda emasdir balki. Bu dunyoda albatta siz halol luqma yedirib, bola chaqa katta qilish uchun harakat qilayotgan, sovuqni sovuq demasdan qiynalib bo'lsa ham harakat qilayotgan aka-ukalarim, sizlar uchun jonim kuyadi. Sizlar uchun nima deydi, bir video olgilarim keladi, lekin bor bu narsani. Mayli. Alloh hammamizni ko'rguvchi, bilguvchi zot. To'g'ri emasmi azizlar? Bu dunyoda faqat Allohdan qo'rqish kerak. Sizlarni Allohim o'z panohida asrasin. Aziz toshda metini bor aka-ukalarim, sizlardan faxrlanaman. Butun O'zbekiston, o'zbegim erkeklari. Sizlar halol luqma yegan insonsizlar. Halol luqma yeb, halol luqma berayotgan insonsizlar. Bu sovuqlarda toshda metim bilan bola chaqa boqishga harakat qilyapsiz. Musofirlarim, sovuqda sizlarni Allohim asrasin. Hammamizni Alloh asrasin. U dunyoda ajr savobimizni olaylik. Halol luqmaga nima yetsin? Nima dedinglar azizlar? Mana shunga kommentariy yozib qoldiringlar.